Agar biz shukur hissidan uzoqlashsak, shukurni vaqtida qilmasak, qo'limizda shuncha payt olgan ne'matlarimiz va hozir bo'lib turgan ne'matlarni qadrsiz qilayotgan bo'lamiz. Qadrsiz qilayotgan narsamizni o'rni bo'lmaydi. O'rni bo'lmadimi? Demak, ular bizdan ketishni boshlaydi. Afsuski, inson hamma narsasi ketganida ko'zi ochilishni boshlaydi yoki yana ham noroziligi kuchayishni boshlaydi. Ana endi agar ko'zi ochilayotgan inson bo'lsa, mana buncha narsam bor edi, bilmagan ekanman deydi, darrov o'zini to'g'rilaydi, isloh qiladi va shukur yo'liga o'tadi. Agar noroziligi kuchayib ketsa, nega menda, nima uchun menda degan norozilik bilan yashab o'tadi, ayblov bilan o'tadi. Ana shuning uchun ham inson shukurda bo'lib turganini xuddi tomirda, qani tomirim nechta uryapti 1 minutda deb tekshirgandek, o'zini hozir men shukronalik holatidamanmi? Mani yuragimda shukur hissi bormi? Mani yuragimda bugungi kundan, bugungi bo'lib o'tgan voqealardan minnatdorlik hissi bormi deb tekshirish kerak. Shuning uchun ham hozirgi ilg'or psixolog olimlar o'zlarini olib borayotgan tajribalarda qayta va qayta ta'kidlashmoqdaki, inson o'zini bir kunda 2 marotaba tahlil qilish kerak. Ertalab nima uchun shukur qilish kerakligini va kechqurun bugun nimalar oldi va ularga qanday shukurda bo'layotganini. Demak, nima uchun shukur qilish kerakligini, kechqurun esa bugun nima oldim? Yetarlicha ularga shukur qildimmi? Qarang, qanchalik kuchli savollar. Agar har kuni inson mana shu 2 savolga javob berib, butun vujudidan shukronalik hissini o'tkazsa, bu insonning hayotida muammolar bo'lmaydi, omadsizliklar bo'lmaydi. Qandaydir bir hayotiy masalalarga duch kelganda ham sabog'ini oladi, yo'lida to'xtab qolmaydi.